Assalomu alaykum yaqinlarim. Bugungi obzorda ko'pchilikni qiziqtirgan Haval H9 avtomobilini atigi 13900 dollar bilan xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Ushbu avtomobil sizni qiziqtiradi. Qani unda kadr orqasiga o'zib o'taman, sizlarga polni ma'lumotini ushbu avtomobil haqida berib boraman. Qani ketdik. Birinchi o'rinda avtomobilning yurak qismiga kelamiz. Motori 2 litrli turbo dvigatel, 218 ta ot kuchi va 4 ta bolani tortadigan avtomobil hisoblanadi. Nedorожный 8 xil yurish rejimiga ega. Faralari ham takoy необычный yonadi. Hozir men polni sizlarga obzorni qilib ko'rsatib beraman. Balonlari ham o'zi zavodskoy yumshoq bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli dizayn. Avtomobilda 540 kamerasi bor, ya'ni polni tagigacha olib chiqazib beradi. Birinchi o'rinda razmeriga e'tibor beramiz. Uzunligi 5 metr, yerdan balandligi esa 2 metr bo'ladi. 5 ключевой достуp eshiklarida salon qismiga alohida e'tibor berasiz. Ko'rishingiz mumkin, multimedia rol. Bu tarafda katta panorama tom. O'rindiqlari isitadi, sovutadi, ligrovkasi elektronniy bo'ladi. Afshifkalarga e'tibor berasiz, eko kojadan jihozlangan. Akustikalari ham Sony bo'ladi. Qani bismillah. Salon kengligi juda ham keng, chunki 2 metr bo'ladi. 7 ta o'rindiqli crossover hisoblanadi, e'tibor berasiz. Zavet bo'lgan holati Haval H9. Panorama tomon 1,5 kvadratdan kattaroq bo'ladi, oxirigacha ochiladi. Juda ham keng bo'ladi. Va bu tarafda multimedia rol. Yo'ldan turib hamma funksiyalarni boshqarsangiz bo'ladi. Monitor kattagina 17 dyuymli bo'ladi. Va bunda menga juda ham yoqqan funksiyasi, hozir bitta ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, bu tarafda rejimlari bor. Sizning настроениеңizga qarab o'zingizga moslasangiz bo'ladi. Misol uchun rejim romantiskiy bosasan. Juda ham chiroyli, dizayn funksiyalari ham juda ko'p, havo tozalaydigan funksiyalargacha bor. Bu tarafda klimat kontrol bo'ladi. Bu 4 tomonlama klimat kontrol. Oldida ham bor, orqada ham xuddi shunaqa. Ya'ni siz sovuq xohlasangiz sovuq, issiq xohlasangiz issiq qilib chiqazib beradi. Hozir orqa dizaynlarini ham alohida sizlarga ko'rsatib beramiz. Tak. Boshlaymiz skoroslari mana shunaqa bo'ladi. Harakatlanamiz va bunda parkovkasi bu tarafda bo'ladi. Boshida adaptivniy cruise control bor. Rolni o'zini o'zi boshqaradi, yoqib qo'ysangiz danlaydi va polasa o'qiydi. Oldidan xavf chiqsa, o'zi avtomatik to'xtaydi. Bu tarafda besprodnoy zaryadniklari ham ushbu avtomobilda mavjud. Va juda ham ko'p funksiyalari bor. Monitor ishlashi ham plavniy ishlaydi. Karpelari o'zida bo'ladi bu mashinani. O'rindiqlar kojasi ham ko'rishingiz mumkin, yozda terlatmaydigan kojadan. Yurish rejimlari EcoSport loy yo'llari hamma funksiyasi bor. Toqqa chiqqanda ishlatadigan funksiyalari ham mavjud. Barda esa xolodilnik bor. Kattagina xolodilnik. Bu yozda menimcha juda ham qo'l keladi, chunki suvingiz isib ketmaydi. Hozir bitta orqa dizaynini ko'rsataman sizlarga. Orqa salon kengligi juda ham keng, chunki aytib o'tdim, bu taraf 2 metr kengligi. Orqasi ham eko koja, o'rindiqlar isitadi. Bu tarafda klimat kontrollari bor. O'zingiz xohlagandan qilib moslab olasiz.
Bu benzin, hech qanaqa gibrid emas. Benzinda orqa dizaynga ham alohida e'tibor berasiz. Juda ham chiroyli. Menga shaxsan o'zimga rosa yoqdi mashina. Ochilishi 7 ta o'rindiqli aytib o'tganimda, mashina ochilishi, bu tarafda mana bunaqa cho'ntaklari ham bor. Faralari ham juda ham chiroyli 3D dizaynda chiqqan. Yonganda juda ham chiroyli turadi. Va bu mashinamizda 220 volt tok bor. Bemalol toqqa chiqqanda nimadir pishirasizmi yoki svet holatda foydalanasizmi? Hammasidan foydalansangiz bo'ladi. Va bu 7-o'rindig'i ham juda ham keng. 7-o'rindig'ida ham klimat kontrol bor bu mashinada. Xohlasangiz sovuq, xohlasangiz issiq qilib foydalansangiz bo'ladi. Mana e'tibor berasiz. Svetlari ham bor. Dizayni menga yoqadi, kvadratni. Orqa yopilishi. Ko'rishingiz mumkin. Kattaligi juda ham katta, aytib o'tganda 5 metr mashina. Juda ham chiroyli. Havola H9. Bu mashinani do'stlar $13,900 boshlang'ich to'lov bilan xohlasangiz nasiya savdoga, xohlasangiz avtokreditga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Avtomobilning tan narxi 570 million so'm bo'ladi. Eng full pozitsiyasi 570 million so'm. O'zingizga qulay tartibda xarid qilsangiz bo'ladi. Nasiya savdo yoki avtokredit. Nasiya savdo kelishilgan summa asosida bo'ladi. Yilga qarab narx o'zgaradi. Boshamiz sizni qiziqtirgan bo'lsa, avtosalonga kelsangiz, bu yerda qulay tartiblarda men o'zim sizga hisoblab beraman. Hozir telefonni qo'yaman desam, qo'yish iloji bo'lmadi. Mashina haqida meni shaxsan o'zimning fikrim, to'g'risi juda ham chiroyli dizayn, menga yoqadi. Maslahat beraman, kattaroq mashina minaman degan okalarga Toyota 200 segmentidagi juda ham kattagina avtomobil hisoblanadi. Funksiyalari juda ko'p bu mashinada. Men sizga yana to'liq ma'lumot bera olmadim funksiyalar haqida, chunki bu yoqqa avtosalonga kelsangiz sotuvchilar bu mashinani sizlar bilan birgalikda test drive qilib ko'rib, polni ma'lumotlarni sizlarga beradi. Avtokredit qanaqa tartib sizni qiziqtirsa, o'zingizga mos tartibda xarid qilsangiz bo'ladi. Havola H9 mashinasi bo'ladi. Bu mashina 2025-yilni eng kam servisga kirgan avtomobil hisoblanadi. Arab davlatlarida ham juda ko'p prodajaga ega bu mashina. O'zingizlar bilasizlar, misol Saudiya Arabistonga chiqqanlar bor. Dubay davlatlarida ishlaydigan yaqinlarimiz bor. Ular bilishadi. Ya'ni bu mashina juda ham ko'p arab davlatlarida sotilgan. Hamma tartibda xarid qilsangiz bo'ladi. Endi bizni Namanganimizda ham ushbu avtomobil mavjud. Agar sizni qiziqtirsa bu mashina kelib bemalol to'liq ma'lumotlarni olib ketsangiz bo'ladi sotuv menejerlarimizdan. Hamma avtosalonda kutib qolamiz. Manzilimiz Namangan shahar Yangi bozor, Promzonaning yo'lida. Eng qulay bo'lgan shartda faqat biz siz uchun chiqazib boramiz. Nasiya savdo boshqa hech qayerda yo'q, lekin faqat bizda bo'ladi. Bozordagi nasiya savdodagi bitta summa kelishasiz. Shu kelishilgan summa asosida avtomobil xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bunda pena bo'lmaydi nasiya savdoda, bilasizlar. Oydan oyga o'tkazmaguningizgacha hech qanday penasi yo'q. Oydan oyga o'tkazsangiz lekin shtrafi bo'ladi. Shtrafi qanaqa bo'ladi? 3-tomonga yo'naltiriladi. Ya'ni endi uni aytish qanchalik to'g'ridir bilmadim. Tipa bolalar uyi shunaqa joylarga qanaltiriladi. Xullas, avtomobil sizni qiziqtirgan bo'lsa, keling avtosalonga bitta test qilib ko'ring. Aniq bilaman, sizga yoqadi. Chunki bu mashina menga ham juda ham yoqqan. Menda o'zim juda ko'p brendlarda marketologman, lekin menga mana shu mashina yoqdi. Juda ham ma'qul keldi. Puliga stoyt 570 million so'm bo'ladi. Endi dollarda где-то tak 50 ming plus-minus atrofida bo'ladi. Lekin puliga stoyt mashina. Motori ham takoy nemetskiy. Endi maslahat beraman, katta mashina minaman deganlarga, keling avtosalonga to'liq ma'lumotlarni olib ketsangiz bo'ladi yoki pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz ham to'liq ma'lumot berishadi sizlarga. Lokatsiyani ham tashab berishadi. Kommentariyada yozib keting, sizni qaysi avtomobillar qiziqtiradi. Bizda juda ko'p brend bor. Siz xohlasangiz Kia yoki Chevrolet yoki qanaqadir brendlar sizni qiziqtirsa, kommentariyada yozing. Bundan keyingi videolarni ham xuddi shunaqa qilib turib, sizlarga video tartibda to'liq ma'lumot berib boraman. Menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Albatta, yurakchani bitta qizartirib, bu yoqda qo'ng'iroqchani bitta bosib qo'ysangiz, keyingi chiqadigan videolar sizga birinchi bo'lib ko'rinadi.